Dadush, shirinligan borib kelaylik. Xo'p, bitta onamdan so'rab ko'ray bo'lmasa. Nimaga so'raysan? Kecha 1 kilo prayni olib keldim, o'shani yeysan. Xo'p. Prayningiz mag'arlab qolgan-ku. Hayotim bugun ishlarni vohlidan qilib bo'ldim. Aylanishga chiqaylik, toza havo bolamizga foyda bo'ladi-da. Ha, onamdan so'rab ko'raylik. Ha, bor. Ana. Yana bitta so'rab ko'raylik hozir. To'xtab tur. Erjon, tug'ar paytim yaqin bu safargi oyligingizga radnom sumka qilaylik. Nima? Akamning oyligini barchaga ishlatmoqchi edingizmi? Bildim o'zi sizni qabih niyatingiz borligini. Uyolmaysiz meni, onamni rizqini qirqib barchangizga olib berishga. Endi bu juda ham bir muammoli masala-da, shunga onamdan bitta so'rab kelaydi. Ha? So'rang. Men uni ham so'raganmidingiz? Latta. Qanaqa latta? Pollata. 4 ta o'g'lim bor bilasizlar. Yoshligida rosa havas qilganman. 4 ta kelin olsam qizimday bo'ladi, xizmatimni qiladi, oyoq qo'limni uqalab qo'yadi, ovqatlarimni qiladi degan. Hozir Xudoga shukr shunaqa. Voy, bitta uyda bitta xazayka yetadi deyishardi dono xalqim. Biz bitta kelinni eplay olmaymiz. Siz 4 ta kelinni qanaqa qilib eplaysiz? Dono xalqingiz odillar ham xato gapirishgan. Mendan o'rgansin ular. Ey o'psin, ana kirmosinda aklarni siz sudalab qo'ydingizmi? Ana pola tanqida chiqayotibdi. Mahliroq bo'shatib qo'yish kerak edi. Shuning uchun sizdan boshqalar ham yashaydi-yu bu uyda. Yoyib qo'ysangiz o'ylaydingizmi? Mana Mardikoringizni ham yoyib qo'yadigan. menga qarang, ana qo'lingizda erimni maykasimi? Sizda nima qilyapti? Voy sassiq eringizni maykasini boshimga uramanmi? O'zim erimda mana belgi bor, yashillik bilan tikkanman. Ey! Xotinlaringga qarasang bo'lmaydimi? Qo'ydan yuvosh xotini bilan urishibdi. Tushunmadim. Nimaga tushunmaysiz? To'g'rida. Qo'ydan yuvishimiz. Lo'lidan battar bo'lyapti osinlarim. Bakela. Opa, meni kelinchi, ovqat qilish tugulchi, kirni ham tuzukroq yuvib berolmaydi. Hamma yog'i dog' bo'lib yotadi kirlar. Voy, meni kelinimda kiyimlari tugur, idishlari cho'kib bosib yotadi. Nima qilay, voy, dod yo'l ko'rsatinglar. Shu ham muammomi? Ikkalaylagan davosi bor. Bavi Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan gipoallergenli kir yuvish vositasi. Chirk bosgan idish tovog'ingizni top-toza qiladi. Oq kiyimingizni oppoq qiladi. Dog'larni ketkizadi. Voy, kim bor? Hay, Surxon, mazam bo'lmayapti. Mastava qilib bering. Mastava deysizmi, oyijon? Osongina spagetti qilaylik, maza qilib yeymiz. Spagetti deysizmi? Men bugun manti yegim keldi. Manti yegingiz keladi kimsa zaharingizga qilib yeng. Siz nega aralashasiz? Sizga gapirishmadi-ku. Sizga nima? Rostda? Voy. Hey, bo'ldi, kerak emas. Ay, Mashhuda qizim, bor piyolasida suv olib kelib ber qizim. Xo'p, buvijon. Ha, boray. Yo'q, bu menga aytdilar. Yo'q. Bo'ldi, hammang jim bo'l. Voy opa, 4 ta kelinni qanaqa eplayapsiz? Bitta kelinga duxim yetmayapti-yu. Voy, bilmaganday gapirasiz. Kamaliga opam mahallamizni Farmon bebisi-ku. Tinchlikmi? Meni kelinlarim Kamala emas, Jamala qilib tashlashdi. Voy, uyolib shartta chiqarib yubormaysizmi? Oldinroq aytsanglar ularmidinglar shuni? Qanday mazza, sokin. Hovlim tinch. Ertaroq shularga uyolib chiqarib yuborsam, o'lamanmi? Voy, bir maza qilib kelamiz. Nimaga keldilaring, tinchlikmi? Voy, tinchlik, voy, jon opajonlar bilan aylanishga borayotgandik-da. Ovsin opajon bo'lib qoptimi? Oho, mehr muhabbat kuchli-yu. Menga nima? Eringdan so'rab ketaver, qaqa ketsa. Ketishga ketaveramiz, oyijon. Bolalarga qarab turing deyotgandik-da. Danagida mag'zi shirinda. Mayli, qarayman. Majalar berom. Yo'q, bermayman. O'zim olib keldim. Bersan bo'lmaydimi shu olmani? Jinnimiz sizga yanadigan narsa bu. Qanaqa gigiyena? Voy, dod! Bu kunni go'r to'g'rilar ekanda, onalar ham qo'shiladi. Voy! Ha, opa, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Ochiq mozorga. Dam olishga ko'p bolali ona. Opa, suv ichaman. Opa, garshok ko'tiraman. Ha, yur. O'tir bola. Senga nima? Opa, qornim och.
Bu naskim qatta top ber. Ishtonimni ichida ko'rasizmi kelib, ha? Menga bundoq dam bormi? Mana bir to'rg'am nonimni qayyerimga yeganimni bilganim yo'q, ha? Meni o'rtoqlarim bu yilga yozda Gavayiga, Bodrumga borib dam olib, menga jo'natishyapti. Aksin deb, men bechora Tashmoriga ham chiqa olganim yo'q. Men ham dam olaman. Ketdim. Qayoqqa ketasan? Dam olishga bunaqa ketib bo'lmaydik. Men ko'ylak ishtonda ham ketaveraman, bo'laveradi. Tur yo'qolay, bolalarni o'zim eplayman. Senga ko'rib. Vau! Dahshat ekan. Ana dam olishim, mana dam olishim. Bitta o'zim mazza qilaman. Telefon qilib Erjonga maqtarib qo'ying. Alo, dadajonisi. Men ko'ylakda ham dam olishga kelaverdim, lekin men hech kim haydab yubormadi. Qo'y, meni aldamagin. Baba onangnikidan seni olib kelmayman. Voy, sizni aldab o'libmanmi? Mana basseynni suvini eshitdim. Yana nimalar bor ekan? Gapir chiqani. Voy, bu dachaga kelish uncha-bunchaga emas, o'g'il qiz qilib aralash qilib qo'yib tashurmas ekan. Voy, finskiy sauna deysizmi, tuzli xona deysizmi, zimniy letniy basseynlari deysizmi, hammasi bor. O'yinlarni aytmaysizmi? Mini futbol o'ynaydigan poliyalargacha ham bor. PlayStation, stol tennis, bilyard. Dadasi eng zo'r tarafichi 20 kishilik sig'sa bo'ladigan yotoq joylari ham bor ekan. Xullas oilaviyga mazza qiladigan joy ekan-da. Lekin o'zim mazza qilaman. Mazza keksak. Voy, bu jannat joyi, manzili qayerda ekan, aytchi. Manzilmi? O'qtash Marva dachasi ekan dadajonisi. Eshik jinglayaptimi? Az to'xtang, kim bo'ldi? Syurpriz. Nina Biju. Opa tuli. Tushmagan. Tushimda ham bekor adres beribman. Zo'r dacha ekan. Mazaq domab kelardim. Farbatın izlay, yorni yuzidan, aytolmasa izlay, oshi ko'zidan. Qizim, yaxshi kelding, charchamayapsanmi? Erga tekkandan beri itda ishlayapman, charchab ketdim. Yaxshi-da, abedgacha ayiqday uxlagandan ko'ra ishlagan. Sekinroq yegin qizim, cho'chqadek semirib ketasan. O'zim molda farosatim bor-da, ona. Qizim, pul ber. Qani ona? Ko'rkalamishmisan ana? Qani? Ana! Ko'rmayapman. Mana turibdi-ku, olib bermaysizmi? Bu qizingiz ko'rkalamishmas, ko'z chiqqan ona, qarang, ko'rinishi ham o'xshaydi. Ona, ishaydi, pastol ishlatganingizdan ko'ra yangisini olib ishlatsangiz bo'lmaydimi? Endi farosatimizga ot tepganda qizim. Ana idish deganingizda Nurafshon ko'chada Bagema 002 bor-ku singilcha. Ashetta original bagemalar, servirovkalari shunaqa zo'r narxlarda sotadi. Narxlari tushirish bilan Instagramni portlatib tashagan. Xohlasanglar original, xohlasanglar birga bir bo'lgan bagema servirovkalari shunaqa zo'r narxda topsanglar bo'ladi. Sizlar hayvoncha gaplashasizlar-ku. Qaranglar, idish olaman deb kuchingdek sarson bo'lib ko'chada yurmang. To'g'ri, Nurafshon ko'chadagi Bagema 002 ga boring. Original bagemalari burdek g'ajib tashagan narxlarda berishyapti. Original desa, otday original, birga bir desa sherdek sifat ekan. Bunaqa narxlari butun Toshkentni eshakdek kezib ham topa olmaysiz ekan. Dunyoni suv bossa o'rdakka ne ham ta'sir qilmadi, ona? Kuchingda ishlagan o'g'limni pulini yeyishni biladi xolos. Qo'yniga ilonday kirib olgan. O'zi bedalarni tuxumini ham olib kelgan edi. Jajonga tegdingizda, buqa ipini uzmasan, undan g'unarjin nima edi? Ip qo'ydimi? O'xshamadimi? O'xshamadi, tovuq miya. Shu hayvonot dunyosiga kira olmadim. Maktabda zaloga darsga kirmaganim shetda pand berdi. Isus.